Uylarda bayram, tug'ilgan kun yoki qanaqadir tadbirlar bo'lyapti. Biza qilib bera oladigan eng barakali milliy asortimiz mana shu bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilaman, bu milliy asortimda har xil go'shtlarni bemalol olsanglar bo'ladi. Bu milliy asortimiz 6-8 kishi uchun mo'ljallangan. Narxi bo'lsa 850 ming. Bizning steklarimiz haqida ozgincha ma'lumot berib ketmoqchiman. Xolodilnigingizni ochamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu bizning ribay stekimiz. Xuddi shunaqa 15-20 kun davomida so'y fermentatsiya bo'ladi. Endi buni kesilgan variantini sizlarga ko'rsataman. Hozir bizning yangi zalimiz ochilishiga steklarimizning mazasini yana ham zo'r, yana ham kuchli zo'r qilamiz. Xudo xolasa sizlarni xursand qilish uchun yaqinroq ko'rsatur. Qaranglar buni. Yumshoqqina yeganingizda mazza qilib, haqiqiy stek ta'mini his qilishingiz mumkin. Usiz ishlovimiz yana ham zo'r, yana ham chiroyli qilib, xudo xolasa tez orada. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Sayqalchi stekda 2 kishilik romantik tushlik uchun menyu tuzib chiqamiz sizlar bilan. Birinchi bo'lib bizning qarsizliq baqlajonli salatimizni buyurtma berdik. Romantik tushlik burattali pizzasiz bo'lmaydi albatta. Bitta fistashkali San Sebastianimiz, ikkinchisiga ayollarimiz yaxshi ko'radigan mangoli San Sebastianimiz. Shu ko'rib turgan hamma narsalar bardak choylar bilan yana ham mazaliroq bo'ladi. Sayqal kafega birga kelmoqchi bo'lgan eng yaqin insoningizga shu videoni joylating. Juda ham mazali steak uchun mol go'shtining pushta mag'iz, ya'ni bonfile qismiga dengiz tuzi, maydalangan qoramurch, rozmarin sepamiz va yarim soatga olib qo'yamiz. Keyin bo'lsa aynan nirjevikali skоворodkaga yog' solamiz, uni yaxshilab qizdiramiz. Steakni to'rtta tomonini qizartirib qovurib olamiz. Chesnok va rozmarin solamiz. Olovni ozroq pasaytirib, o'zimiz ishlatib qo'ygan kakrashi sariyog'larni solamiz va sariyog'ni cho'miltirib, o'rta olovda steakimizni qovuramiz. Steakimizni o'rtacha 6-7 daqiqa davomida shu tarzda sariyog' bilan qovuramiz va falga qovurib 10 daqiqaga olib qo'yamiz. Bu vaqt ichida go'shtimizning ichiga issiqlik o'tadi va biz xohlagan darajada juda mazali medium tarzda pishadi. Steak uchun qo'ziqorinli sousni aynan shu tarzda tayyorlasangiz juda ham ideal darajada mazali chiqadi. Steakni xohlasangiz medium projarkasi bilan, xohlasangiz medium well qilib ozroq sariyog'da qovurib olsangiz. Bu albatta sizning xohishingiz va ta'bingizga bog'liq. Bu usulda tayyorlangan go'sht kichrayib ketmaydi, juda ham mazali va sersuv bo'lib chiqadi. Qo'ziqorinli sous va brokoli bilan bo'lsa ideal darajadagi ta'mga yetib keladi. Hozir sexdaman, New-Yorklarimiz ham, New-York cheesecake'larimiz ham tayyor bo'libdi. O'zi haqiqiy cheesecake bu New-York bo'ladi. Bu bizda ozgincha retsepti boshqacharoq, retseptni ustida ishlaganmiz. Yeb ko'rsanglar, bu yoq tomoni ham bir xil darajada mayin, bir xil darajada zo'r chiqadi. O'zimga Sebastiandan qaraganda New-York ko'proq yoqadi. Sizlarga ham tavsiya beraman, xudo xolasa yeb ko'ringlar. Juda ham zo'r, juda ham mazali, ayniqsa shokoladlisi qulupnay bilan birga juda mazali. Bugun videosini qo'yganmiz. Mana shunaqa oziq joylar tayyorlanadi. Xudo xolasa bir marta bo'lsa ham mana shu New-York cheesecake'imizni yeb ko'ringlar. Plus ishi bilan yozga kelib, algoritmdagi sayqal juda ham foizli bo'lib qoladi. Atmosferani qaranglar. Mikroklimatlar uladik, yoqdik, xudo xolasa 1-2 kunda stolga ham kelib qoladi. Bu yoqda sharoitlarni zo'r qilganmiz. O'zim juda ham chiroyli joy bo'lgan. Mazza qilib, oilaviy kelib o'tiradigan joy bo'lgan. Qaranglar. Odamlar mazza qilib, oilaviy o'rtoqlari bilan, dugonalar, oilalar, farzand bilan mazza qilib gaplashib, mazali ovqatlarni yeb, zo'r sharoitda o'tirishdi. Xudo xolasa 2-3 kunlarda bu yoq ham bitib qoladi. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Eng yaxshi variantlardan bittasi oila uchun aynan restoran bo'ladi. Hamma kutib qolaman. Zo'r sharoitlarda mazza qilib o'tirib ketasiz. Assalomu alaykum hammaga. Va nihoyat sayqal restoranimizning yozgi terrasasi ham tayyor bo'ldi. O'zingiz ko'rishingiz mumkin.
tez orada xudo xolisa yangi stol ustunlarni bu yoqqa qo'yamiz. Xudo xolisa bu joyimizda juda ham fayzli bo'ladi. O'tgan yili bizning restoranga tashrif buyurganlar juda ham yaxshi bo'ladi. Yana ham sharoitlarni kuchaytirdik, yana ham zo'r qildik va mazali ovqatlar bilan o'ylaymanki, bu joy juda zo'r bo'ladi.